Zilzila haqidagi mish-mishlarga ishonaylikmi? Vahima emas, xotirjamlik kerak. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda turli videolar tarqalmoqda. Kimdir katta zilzila bo'ladi deydi, kimdir esa odamlarni qo'rqitib vahima uyg'otmoqda. Yana uni davoshlarichi Birlashgan Millatlar Tashkilotining aytishi bo'yicha qani unga aniq bir nima? Qani unga aniq bir dalil, isbot sanalari qani? Nechinchi sonlik sessiyasida, nechinchi sonlik qarorida yoki farmonida bu narsa keltirilgan BMTning? Yana ularni davoshlari juda bir haligi rasmiy darsdagi shakldagi davoslar. Bizda ham u davush bor, biz ham aytsak bo'ladi, lekin unday qilmaymiz. Azizlar, bir daqiqa o'ylab ko'raylik. Bugungi kunda ilm, fan, texnika va texnologiya juda rivojlangan davr. Ammo shu rivojlanishga qaramay, hozircha hech bir olim yoki mutaxassis zilzilani aniq qachon, qayerda va qanday kuch bilan sodir bo'lishini ishonchli tarzda oldindan ayta olmaydi. Bu butun dunyoda tan olingan ilmiy holat, haqiqat. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlardagi har bir video yoki xabarga ishonib ketish to'g'ri emas. Agar aholi xavfsizligiga oid haqiqiy xavf yuzaga kelsa, bunga mas'ul davlat idoralari befarq qarab turmaydi. Ular rasmiy axborot kanallari orqali aholini o'z vaqtida ogohlantiradi va zarur chora-tadbirlarni amalga oshiradi. Shuning uchun ma'lumotni avvalo rasmiy manbalardan olaylik. Mana ijtimoiy tarmoqlardagi so'zlarga ko'p ham ishonib ketavermaylik. Bizdan so'raladigan eng muhim narsa xotirjamlikni saqlash, ehtiyotkor bo'lish va yolg'on xabarlarni tarqatmaslik. Aziz do'stlar, vahima hech qachon muammoni hal qilmaydi. Aksincha, u keksalarni, bolalarni va bemor insonlarni yanada qattiq xavotirga soladi. Keling, bir-birimizni qo'rqitmaylik. Aksincha, bir-birimizga tasalli va yaxshi so'z ulashaylik. Biz Allohning rahmatiga umid qilamiz. Ishonamizki, ota-onalarimizning duosi, nuroniylarimizning duosi, ezgu insonlarning duosi har qanday ofatdan asrashni so'rab Yaratganga iltijo qilamiz. Shu bilan birga duo qilish, ehtiyot choralar unutish degani emas. Mutaxassislarning tavsiyalarini bilib qo'yish, oilamiz bilan favqulodda vaziyatda qanday yo'l tutishni kelishib olish ham muhim. Yana bir iltimos. Ijtimoiy tarmoqlarda odamlarni asossiz qo'rqitadigan, tasdiqlangan xabarlarni tarqatadigan insonlar ham mas'uliyatni his qilishsin. Har bir tarqatilgan xabar minglab insonlarning qalbiga xavotir solishi mumkin. Keling, qo'rquv emas, ishonch tarqataylik. Vahima emas, xotirjamlik tarqataylik. Yolg'on xabar emas, haqiqatni tarqataylik. Alloh barchamizni, oilalarimizni va butun insoniyatni turli ofat va balolardan o'z panohida asrasin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, xalqlarimiz omon bo'lsin. Amin. E'tiboringiz uchun rahmat.